Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Sog'lig'ingiz bezovta qilmadimmi? Shu mashina oldingizga o'tirsam bo'ladimi? Bo'ladimi? Nechta farzandingiz bor, xola? Siz yaxshi ko'raman deb aytadimi har doim? Oxirgi marta qachon aytgan? Faqat rostini ayting. Bugun aytdimi? Bugun tug'ilgan kuningiz, ha? Tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman. Umringiz uzoq bo'lsin. Oilangiz baxtiga har doim sog' bo'ling. Hech qachon kasal bo'lmang. Chunki bizni onalarimiz shunaqa, biza farzandlarga motivatsiya beradigan, kuchli ishlashimizga, kuchli yaxshi chiroyli kiyinib yurishimizga sababchi bo'lgan inson bizni onajonlarimiz bo'ladi-da. Har doim o'zingiz ehtiyot qiling. Farzandlaringiz nomidan bittagina she'r o'qib beraman agar ruxsat bersangiz. Eshitasizmi? Poyingizga bosh qo'yib bugun ko'nglingizni olaman, ona. Har narsadan qo'yib men ustun, ayajon, jannatim, mehribonim sizni yaxshi ko'raman. Dard yo'qlasa uxla olmaysiz hech. Ming bor yig'lab kula olmaysiz hech. Onajon, jannatim, mehribonim, aytay bugun bo'lmasidan kech. Ayajon sizni yaxshi ko'raman. O'nta bo'lsa o'rni bor deysiz. Har kun tashvish, g'amimiz yeysiz. Siz yo'q dunyo biz uchun nursiz. Ona, onajon sizni yaxshi ko'raman. Boshimga ish tushganda agar duo qilib qo'llaysiz har gal. Yo'qlay deyman kunda bir mahal. Ona, onajon, mehribonim sizni yaxshi ko'raman. Farzandlaringiz baxtiga har doim sog' bo'ling. Agar farzandlaringiz ona sizni yaxshi ko'raman deb ayta olmasa, hech ham xafa bo'lmang. Shu bizni yurakchamiz borda, shu yuragimizni yarmida onamiz ismi, yarmida dadajonimiz ismi bo'ladi. Sizni xursand qilmoqchiman. Mana bu gulni farzandingiz nomidan qabul qilasiz. Yoqdimi? Bitta quchoqlab qo'ysin bo'ladimi, xola? Onam kasalman demang, bolam kasalman demang, holi yomonman demang, Xursand bo'ldingizmi? bo'laman. Nima yig'layapsiz? Jonu jahonim mening, gulu rayhon